Benzinli 360 gradusli motoblok so'ragan akalarimiz uchun Marg'ilondagi Agro Texnikalar do'konimizga benzinli 360 gradusga aylanadigan motobloklarimizni yetib kelgan. Hozirgi obzorimizda shularda narxlari bilan ma'lumotlarni berib, tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizni do'konimizning 28-fevral sanasigacha ko'rib turgan motobloklarni kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarni eng arzon, skidga chegirma narxlarda hisoblab beramiz. Xo'p, motoblogimizni to'liq ma'lumotini boshlaydigan bo'lsak, akalar, motoblogimiz ot kuchi 18 ot kuchli 192 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Kentaur brendidan bu firmani ishlatganlar sifatini, ishlashini, kachestvasini juda ham yaxshi bilishadi. Juda ham sifatli motoblok hisoblanadi, akalar. Xo'p, benzin baklari 5 litrlik ko'rishlar mumkin. Bitta to'ldirib olsanglar, akalar 5-6 soatgacha bemalol xizmatlarini qilib bera oladi. Xo'p, ruchnoy tortib ham yurg'izishlar mumkin, hamda metta akkumulyatorlari bor, stator orqali ham bemalol zavodit qilib yurg'izsalar ham bo'laveradi. Xo'p, o'zida mana statorlari bor, moydatchiklari bor. Yog'i eskirib, ozayib qoladigan bo'lsa, motoblok avtomatik o'chadi, akalar. Xo'p, oldida LED faralari bilan jihozlangan, kechasi kunduz ishlatish uchun juda ham qulay. Vozdux qismlari, akalar, ko'rishlar mumkin, maslinli vozdux. Bunga avtol quyib bersizlar, tashqaridan kirgancha shetda qolishini hisobiga sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib bera oladi, akalar. Skorslariga to'xtaladigan bo'lsak, skorslari oldiga 2 ta, orqaga bitta skorslari bor. Xo'p, o'chirib qo'yadigan knopkalari o'ziga qo'yilgan. O'ng ruchkani bossangiz o'ng tomonga, chap ruchkani bossangiz chap tomonga aylanish xususiyatiga ega, akalar. Xo'p, reduktor qismlari katta, ko'rishlar mumkin. Bartovoyli reduktorlar bilan jihozlangan, sifatlari juda ham zo'r. Orqa qishloq xo'jaliklariga dori apparat, karcher apparat, sunasoslarda bemalol stanovka qilib ishlatsanglar bo'laveradi. Akkumulyatorlariga bitta ahamiyat berasizlar. Katta Damazda akkumulyatorlaridan qilib ishlangan, akalar. Rollari pastga, tepaga, yonboshga bemalol legirovka bo'lib o'tadi, akalar. Komplektida frezalari bor, ko'rishlar mumkin. 5 qator o'ng, 5 qator chapda frezalari komplekt holatda qo'shib beriladi. Undan tashqari ключlari bor. Ko'rib turgan motobloklarning narxi 8.500.000 so'm, butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Pastga nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bog'lanadigan bo'lsangiz, bundan da to'liq ma'lumotlarni olishlar mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab ko'rib turgan motobloklarga dastavka xizmatlarimiz bor. Manzil aytganimdek, Marg'ilonda shunaqangi motoblok qidirgan tanishlarga tezda jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Bizni topish anchagina oson bo'ladi, akalar. Telefon qilib, bundan da to'liq ma'lumotlarni bemalol so'rab olishlar mumkin. Salalkali benzinli modellardan ham bor.